Biz hozir sizlar bilan o'zimizga namuna chizish uchun lineykadan santimetrlarni qisqartirilgan lineyka tayyorlab olamiz. Bu bizga nimaga kerak? Bu bizga namunalarni andazasini kichkina masshtabda qilish uchun va tikishga oson o'rganish uchun, bichishga oson o'rganish uchun kerak bo'ladi. Mana har yarim santimetrni 1 santimetr mo'ljalida olib chizib chiqamiz. O'shanda bizda lineykamiz 30 santimetr bo'lsa, 60 santimetrli metrni vazifasini bajarib beradi. Mana yarim santimetrdan qilib chizib olamiz. Bu bizga namuna bichishimizga kerak bo'ladi, namunalarni chizishimizga kerak bo'ladi. Keyingi safar bundan ham kichkinaroq masshtabdagi lineyka yasab olamiz. Bu daftarlarga namuna chizishga va andaza chizishni o'rganishimizga kerak bo'ladi. Mana oxirigacha tashkil chizib bo'ldik. Endi buni mana chizib bo'ldik. Endi nomerlab chiqamiz. 1 santimetr, 2 santimetr qilib. Mana shuni oxirigacha yozib chiqamiz.